Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan raid bor. Bugungi o'yinlarimiz boshlandi. Yarim final, Esport. Birinchi Esport o'yinlarining birinchi mavsumi. Go. Hammasi chiroyli bo'ladi. Hammasi o'ta go'zal bo'ladi hozir. Так. Бокс. Что-то лучше. Давай. VPG. Это номер 3. Третий номер. Команда. Сага. Сага 12 команда. Это состоит 64 игрока осталось. Если для интереса спорт Pubg. Анты. И RPG. Так. Мы смотрим все команды. Мы видим MVP. Уже минус 2 складов. Ага, UZX Gaming. Kapatsak o'zida. MRG. Qaraqalpaqstan gapirishga harakat qilaman. Bu yerda slide. Bo'lmasa. Qanaqa bu? VDP. Ага, так это. Так, минус уже. Это. Я не что ли? Факс. Почти минусы. Видеть. Ах, прав. Симон, как как. Это демоса. Замона тем. Şimdi o'sa kerak bular. Deyapti. Yo'q, jamoasi ham bor. P. ADV.
Ant. От команда Qaraqalpaqstan. Самурай. Про против Esport. Ж. Сейчас. Такая. Avena 69. Цеза. Смокер. Минус. Что, да, уже 3 кило. Есть там команда. 69. Смокер. Avena. И Цеза. По-моему, сейчас капитан 69. Там команда. По-моему, Эверест нет. Ага. Смокер. Человек, все точно. Так, север. Еще есть Pubg. Fight with the fight. This game. Sly. Emerge. Evo. И еще Акбар. Игл. Спорт, бляк, минус, что ли? Эй. СД уже закрыл. СД как 11 команда. Уже составит 3 points есть. 3. 4. 4 кило. 4 points. Игл. Фиада. Четвертая команда. Игл, блуд. Да. Это что ли? Какой? Первый номер команда. Team Evolution. Evolution. Ага. Qanday jamoalar yopilib ketganini info aytsam, hozirda aynan RBG Bro jamoasi yopilgan, MG jamoasi yopilib ketdi ayni damda. Ant jamoasi yopildi. VCT jamoasi yopildi. Hozir kill ayni damda yaxshi. Bir-biridan to'xtash kelib, fightlarda birinchi o'yindan boshlab g'alaba qozongan jamoalar Guruh Esport Pro jamoasi ustidan g'alaba qozondi. 3 ta kill. Full trick. P jamoasi bitta kill. PM Joker xolos trick. Fox jamoasida 3 ta kill bor. Lekin bitta o'yinchisidan ayrilgan. Esport Black jamoasi yopilgan paytda demak jamoalarimiz juda kuchli o'xshabdi. Hop, ST jamoasida 4 kill. BDP. Hop, 3 ekan. 3 ta o'yinchi. ADV 3 ta kill qilma, bitta o'yinchisidan ayrilgan. 6 raqamli jamoa. Zemoni Team. TMT. 2 ta kill. Xolos. Evolution jamoasi bitta kill. Full track. Eagle Blood. PPG. Full track. PPG va потока Gemi. Qiziqar ekan ismi. Boshqacha yaratamiz. Jamoalarimizni qayerda joylashganlarida ko'rishlaringiz mumkin. Qayerlarda minus bo'lganlar. Hop, bu yerdacha. First Sly. Uzix Gaming va Sly to'qnashuvini ko'rishimiz mumkin. Bu o'tmay ularni ham guvoh bo'lamiz.
Decent. Decent. Gaming oyuncusu. Desant, dotsent, legenda, marshal. S-10 marshal. Wow. Dotsent. Sonu kam şey geliyor. Hop, buca. BTS'ga. Slay oyuncusu. Juda yaqin joylashganda bir. Hop. Yo'lashning o'ziga turgan slay jamoasi. VPG yoniga bormoqda, aynan VPG. Zapravkani va ularni olib olishgan. Hop. VDP jamoasi. Ovoz qalay, yaxshimi? No, zadishka bor. Bitta Pox degan jamoa bormi? Pox. Tashi. Дальше вам все. Вот и спорт уже занял центр. Замонете. Yaxshi harakat qilmoqda shekilli. Pablo, Blut, Stalker, Azik. Yaxshi. Ясная поляна. S-10 команда. VDP. Hop, Azik. To'g'ri qilyaptimi bu yurishni? Boshlab. Так. S-10 VDP. S-10 bilan VDP что ли? Yo'q bu hech kim. Zamona templadikka po'fi ekanda kirib kelaveradi. Stalker minus Blut, Pablo, Azik. Xohlagan yerda yuribdi. Zamona tem jamoasi. VDP. Hop. BM Joker. Bitta o'zi. Energiya. Tamam. Ularning yaqinida Joker. Qayerda? Boshim juda ham yaqinda. Sataman. Mana.
MRG против BM Joker, ya'ni uloqchi raqamli jamoa. Переключено VPG, окей. Кто? VPG, да? Окей. Muhammad Ali. Tez. Okey, o'sha raqamli jamoa. Aynan o'rtasida qolib ketgan. Joker. Har qancha harakat qilmasin, o'rtasidan chiqib keta olmasa kerak. Ko'ramiz. Har kimning o'ylagani bor. Bu tomondan 17 raqamli jamoa qanday kirib kelmoqda? Endi qanday? Aynan bu jamoalar rotatsiya qiladi. KANAL Ryzen tomonidan ko'rish. MRG. 8 raqamli jamoa. Joker. Ali ham o'tiribdi. Bitta o'zi qolgan. Jamoasi o'yinchisi. Pesal harakat qilayotgan. Legioner bizlar bo'ladi. Endi hozirgina rotatsiya qilgan slide jamoasi. Qanday o'tib ketishgan. Esport, Smoker 69, pastida UZX Gaming, ATV, tomada Eagle, Not, Fox, EDF, yaxshi. Replayda. Endi bu yerda qaysi jamoa? Not. Buni ko'raylikchi. White Fox jamoasi. Ular ham chiroyli o'yin ko'rsatadigan jamoalar. Yaxshi. Ular taqsilgan. Olov o'yinchilar. Evon. Yani Eva, Don, Muzavchik, Shoh, Yazov. Evanovdin, Yazov. Okey. Aynan kimni kuzatyapti? VDP jamoasi o'yinchilarini. Va chiroyli manzara guvoh bo'layotgan bo'lsangizlar. Yoqayotgan bo'lsa, bizlarni qo'llab-quvvatlab, ishimizning rivoji uchun bittadan like bosib qo'ysangizlar yetarli. Va kanalimizga qotib qolmaslik uchun подписка bo'lishni ham unutmanglar. Azob qo'yinglarda. Boshqa jamoalarda ham O'zbekiston, Qozog'iston, Qaraqalpaqston, Rossiya, SNG jamoalari ham bor. Qo'llab-quvvatlab o'tsangizlar bo'ladi. Bemalol. Fox White Vienna. Oy, qanday? Birinchi raqam jamoada. Joy voy. Voy. Zemoni temonchisi Pablo Eagle jamoasiga qarshi. Eagle bo'libmi-da? Hop. Vienna Fox o'yinchisi. Bitta qolgan ekan, yopilib ketdi. ST jamoasi o'yinchilaridan. Так.
VDP. Melash. Melash. У нас ko'p-so'zku. Rojik tepasidamiz. Aynan. Nesti. Edwin. Sly. Aynan. Westinda harakat qilmoqda. Jamoa. Juda qiziqarli manzara ko'ryapmiz ayni paytda. Igor. ST. PPG. ADV. 3-7, 11, 5, 9 jamoalarni ko'ryapmiz aytanda. Igor. No, lekin 7 ta jamoa ko'rmayapmiz-ku. Murat Esport yopilib ketdi. Bittagina jamoalar. Hop. Qaysi jamoa? Aynan Niyazov. Niyazov. Evo oyinchisi. 5 ta. Joy boy. Osaka. Sly. Oynoq. Yaxshi. Ancha. ADV bitta o'yinchisi. Qanday tepalikda qolib ketyapti. Sly jamoasi ham bir ketin yo'q bo'lishmoqda. ADV. Edumi? Evo jamoasi yaxshi qolmoqda. Bitta full minus Sly. Yo'q. Bu tomonda SD yaxshi kirib kelgan o'yinchilarimiz. So'maga yaxshi nosh qilib kelgan jamoalar. Qanday qarsakka uchrayapti? Joy boy. U ham minus. Eagle. ADV. Bu yerda menimcha 4 ta jamoa, bitta full jamoa bu Evo jamoasi. Evomi? Qanday? Bittasi O yozgan, bittasi D. Evo. Hop. PPG, Eagle, ADV. Lekin full 5-raqamli jamoada ustunlik. Devotion. Evo. Bo'ldi, g'alaba yigitlarimizda. Evo, Niyazov, Muzafchik, Don, Shah. 14 ta kill bilan Evo jamoasida, ya'ni The Evolution jamoasida g'alaba. Chiroyli. G'alaba qozongan 14 ta kill hisobida Evo. Top 1 VPG 6 ta kill, top 2 ADV 7 ta kill, top 3 Eagle 0 kill, top 4 natija SD 6 ta kill, top 5 Sly jamoasi 2 ta kill, top 6 VDP 2 ta kill, top 7 Esport hisobida 4 ta kill va top 8 natija VPG 2 ta kill. 9-o'rin zamona team o'yinchilari 5 ta kill. Siz top 10 natija o'z gaming ham yaxshi jamoada. Bitta kill top 11 Fox jamoasi. 3 ta kill top 12 P. Bitta kill top 13
707'da 707 jamoasi 0 ga to'pon 4 BCT jamoasi 2 ga to'pon 5 MG 0 ga to'pon 6 BRA 3 ga to'pon 7 Ant jamoasi 0 ga to'pon 9 Ayovsiz jamoasi 14 ga hisob bilan g'alabani qo'lga kiritmoqda. Mana yigitlar. Shunday bo'lishi kerak. Eva Niyazov 5 ta eng ko'p kill olgan o'yinchi. Qilgan jamoasi Pablo Zamora temirchisi eng yaxshi o'yinchi. Nos ko'rmoqda. Ko'ramiz. Keyingi o'yinni sabrsizlik bilan kutamiz.
Tak, barcha o'tlab qolamiz va bizlarda yorliqni bu guruh o'yinlarini ikkinchi kanal, ya'ni ikkinchi kanal o'yinlari ikkinchi matchini legenda Pub. Pub. 18 javob. Oraliq qancha? Ikkiga bo'linishadiganmi? To'da bo'lib jamoalar emas. Qaramiz qani. VDP, Raven Mark. Straponok, VDP, ancha masga qarshi. Qayerda? Pastda yo'q, past. Hammasi. Juda uzoq. Zamonaviy tim. VCT. Boshqa o'zi. Hop. J. Hop. Io. Tak. Pant, PG. Knock. Box. Device. Bu qanday qochib bo'lyapti? VDP va VPG qarama-qarshiligi. Qanday bosim qilishmoqda jamoalar? VDP'da qanday ish yo'q, lekin ikkita jamoada ham nok bor. Va! Savjboymi? Aynan. 3 raqamli jamoa, VPG jamoasi.
har jamoada ham ikkitadan nok. Hop, BPG aynan kutib olib, yaxshi harakat qila oldi. Ular hisobida 6 ta kill, no juda qiyin qarshilik bo'ldi VDP jamoasi bilan. VPG hech kerak 6 ta kill jamlab oldi. No, har bittasida joni kam va ikkita nok qabul qildi. No, lekin o'zlariga kelib olishdi. No, endi meditsina qo'llansa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qo'rqamiz, keyingi yurish qanday bo'ladi. Ya, Zahar, aynan bu Esport. Bu bitta. Fin Smoke. Naqulay emasmi? Fin Smoke. Jamoadoshlari bilan o'tib keldi. Qayerga? To'xtadi. Adova. Xabar bormi? 69 da aynan ke bor. Teza Velo Fin Smoke. Azara. To'qinchi raqamli jamoa. To'qinchi raqamli jamoa. Adova. Kelishib olish kerak. Qanday taktika bu? Adova 777 va Flock yana qoldi. 69 sezdimi? Sezgan bo'lsa kerak, shak. Qanday sezmaslik mumkin? Adova. Nok. Ikkinchi nok 69 tomonidan. Baribir minus bo'ldi. 7-chi jamoa. Chiraqam javob. Flock ya. Mümkün oldu. Hadi Azara. Ketishga qaror qildi va Esport joyida qoldi. Qaramiz keyingi yo'nalish boshqa jamoalarda qanday kuzatiladi. San Martin. Eva, The Evolution. Birinchi o'yinimizda The Evolution jamoasidan g'alaba ko'rgan ekan. Endi ular harakatda. GST jamoasi Los Angelesda. Ular yaxshi natija qayd etmoqda. Fox, Sly, çok içeride. Pass, hop. PPG. Eagle. Tem, Eagle. Qanday harakat qilishadi? Guruh Esport tomon tortiladimi yoki hozirgina jang qilgan ADV jamoasi tomon tortiladimi? Eagle'da chiroyli ko'rinish yuz berishi mumkin. Uchta jamoa bir-biriga tomon tortilmoqda. Dem sochmoqda. Hop, Guruh Esport yetib kelmoqda. Avela 1.69. Moqda. Har tomon. Avela kelish kerak, ketib qolibdi. Iga. King. Так. Новый какой слав. Это голосовой.
Nechtacha metr? 5 ta o'yincha. Hop. Zarar. Так. Fox. Sly. Evo, hozirgina g'alaba qozongan jamoa Guruh Esport yaqinida. Zonamiz ancha kichraymoqda, lekin 13 ta jamoa qolmoqda. Evodan bitta aksiya. Mana sizlarga jang. Bittan minus bor. Shu. Jamoadoshlar yetib keldi. Niyazov. Evo ise Zevilush'un oyuncuları. Ancha uzoqda ekan, ha? Guruh Esport. Qiynab qo'yishmoqda. Davom ettirmoqda. Zevilush'un jamoasi oyuncuları. Niyazov. Muzavchik. Söz 69 da ikkita ekan. Yaxshi tarkib tuzilgan Guruh Esport jamoasi aynan. Ko'pincha jamoalar. Va omadlab qolamiz. Muzavchik Niyazov yana g'alaba qo'lga kirita oladimi? Bitta minus bilan. Zemoni tem o'yinchilarga ko'zga tashlamoqda. Hop. Sezam mashinani. Lekin qiynab. Olsa,
Lekin kuchli jamoalar yig'ilishgan. Biroq ayni damda endi Esport yaqinida. Samurayno Kaviano tomoni. Kaviano красавчик. Biroq 14-raqamli jamoa. Caption. Edik. It is bird king. It is on bird king. Edik. Aynen. Asian Marshall. Family. To'rtga 3 holat. Bir yerga jamlanib olishgan bu familiya o'yinchilari. Qo'raki sport. Har tomonlama hujum qilish kerak fursatdan foydalanib. Tezak Smoke Avena 69. Aynan bu tomonda Fox Eagle. Raqam jamoa. SD Joy Boy. 13 ta o'yinchi da. Hammasi ko'zga tashlanib turibdi-ku. Lekin 13 ta jamoani ko'rmayapmiz. Ko'zga tashlangan 4 ta jamoa. Eagle, Fox, Family va Guruh Sport. So'zlar SD hozir sizlarga to'liq ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana sizlar ko'rayotgan vaziyatimiz. Bu tomonda VPG, SD full bor. Va ular tomon harakatlanayotgan slide. Yes. Evo, Zemona Team, PG, VPG, UX Gaming, Descent, Pass, SD, Slide, Hop, yaxshigina. Jang kuzatamizmi deyman? Juda kel. Esport. Sonda. Bu yerni bir kuzatib chiqamiz. Sevda 69. Aveno. Win Smoke. Hello, Relax, Joyboy, Knyaz. Hop, tarkibidagi o'yinchilar. Ismlari, zona tashqarisida qolib ketgan Slay o'yinchilari. Urkobe. Hop. Qanday? Zona tashqarisida. Zonada qilyaptimi? Aynan. X-Torre. Bu ham eng oxirgi qolgan o'yinchi. Sara kapar chabo qilsa kerak. Lekin qanday ma'lum bildirishni bilmayman. Mana yurish Igor. Va o'ttirgan jamoa. Saranchami? Sarancha bo'lsa kerak-a? Hop minus. Lobbiga jo'natildi 17-raqam jamoa. Eagle o'yinchisi tomonidan Mercedes. Hop. Guruh familiya. Maestro. Yaxshi bosim ostida ishlab turibdi. Guruh Esport o'yinchilari. Seza, knock. Eagle, Closure tomonidan. Seza, qanday xato? O'yinchilardan bundan xabar yo'q. Eagle o'yinchilari bu tomondan turib knock bermoqda. Closure bu vaziyatni tushundi. Yugurib kelmoqda. Fin Smoke ham qarab turmay knock bermoqda. Dushman tomonga qayda dushman ko'rinsa knock bermoqda. O'sha
ikkita nok. Xusherdan 69 Ceza. Javob do'stlar yetib kela oladimi? Xusher Winsmok qarab bermoqda. Yo'q, ishlay olmadi. Winsmok aynan Guruh Esport jamoasi o'yinchisi. Javob do'stlar hop. Ushla va ushladi. Xusher aynan yana bosim qilmoqda Guruh Esport tomon. Aynan shu qiziqarli solmoqda. Ko'ramiz boshqa tomonlarda ham. Fox, VPG, Eva bu tomonda ketib o'tgan. S-10 jamoasi o'yinchilar. Joy boy yana qolgan xolos. Eagle jamoasi bilan bo'layotgan jang. S-10 jamoasi. Bir bittagina o'yinchi. Hop, turg'iza oldimi? Da turg'izmoqda. Eva. Yana g'alaba tomon. Qadam tashlayotgan. Eva. 3 ta o'yinchi hali ham tirik. O'rta jamoa. Eagle jamoasi lobbiga jo'natildi. Так, boshqa o'yinchilar kim? Lot Floke, ADV jamoasi o'yinchisi. S-10 kirib kelishadi. S-10 kirib keldi. Uni o'yinda qiziqarli vaziyat. Evo bosim qilishga haqli. Lekin Niyazov nok bo'lib qoldi. Fox jamoasi o'yinchisidan bir pas ikkita nok va yaxshi. Muzafchik Foxdan ikkita o'yinchida, lekin ikkita tomonga ketib qolgan. Muzafchik lekin sajoda ko'ra olmaydi. Muzafchik tepaga chiqmoqda endi. Hop, yaxshi. Muzafchik Evo o'yinchilardan yolg'izga qolgan bo'yicha lobbiga jo'natildi. Lobskaydovski 12-raqamli Fox jamoasi ko'tarib ketayotgan o'yinchi. Bunday qilsam-chi. Granat uzatmoqda Lobs. Lot Floke eng oxirgi o'yinga o'yinchi edi. Natijasi shu bilan yakunlanadi. VPG o'yinchilariga qarshi jangni qo'ldan boy berdi. Fox yana yeb tashlamoqda S-10 o'yinchilari. O'bga jo'natildi. Hop, VPG va Fox jamoasi tashlashga 2ga 3 holat. Bitta knockout. Koldovskidan. Mana sizlarga Koldovskidan baxshiyona o'yin. O'yin yakuni. Ayovsiz mahalla. Lobs ko'chamiz. 3 ta o'zi 8 ta jamoasi Fox. Jamoa 13 ta hisob bilan Fox jamoasi. G'alaba qo'lga kiritmoqda. Chempionlar desak bo'ladi. Ikkinchi match Fox foydasiga yechilmoqda. 13 ta hisob bilan top 1 va VPG jamoasi ham yomon emas. Ular ham hisobida 13 ta VPG bo'lishiga qaramasdan S-10 jamoasi o'yinchilari 6 ta top 3 natija oldi va 0 kill top 4 top 5 natija Eva 7 ta top 5 Eva ma'lumot berish kerak. Birinchi o'yinimizda Eva jamoasidan g'alaba ko'rgan edik. Hozirgi top 5 natija qo'lga kiritmoqda. Endi Qaraqalpaqstonlik jamoalar Guruh Esport o'yinchilari
3 ta kill hisob bilan 6 ta kill. Yaxshi jamoaviy harakat qilishayotgandan lekin zona ular foydasiga yechilmadi. Eagle jamoasi 8 ta kill top 7. Zamona temonchilari 7 ta kill top 8. Familiya 1 ta kill top 9. P. Sizlar top 0 kill. Sly 0 kill top 11. 270'lar 0 kill top 12. Uzix Gaming 0 kill top 13. 0 kill top 14. VCT 3 ta kill top 15. VDP 3 ta kill top 16. Ant jamoasi 0 kill top 17. MG 1 ta kill top 18. Fox jamoasi o'yinchilari 3 ta kill hisob bilan g'alaba qilib olamiz. Lopskaydovski eng ko'p kill qilgan o'yinchi. VPG o'yinchisi Saul Jaboy eng yaxshi o'yinchi. Lopskaydovski eng oxirgi killni jamoadoshlar bilan ishlatmoqda. Keyingi o'yinda sabrsizlik bilan kutamiz azizlar. Like bosib, komment yozishni unutmanglar. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar.
Так. Bizlar hammasi to'g'rinsa, hammasi chiroyli. Как? Bunday qilamiz. Одан да артығы бар. Отвечаю. Атын айтуға ұяламын. Қойшы. Так. Fly.
жопы. Ша. Так. Цент. Легенда Халилов. Десант. Yes. Sly. О, заворотил. Место. Его. PDP. Guruh Esport. Severini yaxshi olishgan. Hozirgi o'yin 3-match. Pubg Esport. Black Strap-on. Fight Wells. Gold. Ноготь. Strap-on. Путки. Türkiye. Sağ. Esport. PTP va Guruh Esport jamoasi qarshiliklarni kuzatishimiz mumkin.
Stene. Hard. Center. Мелочь. Yaxshi. Sezadan yaxshigina kill. Ko'ryapmiz. VDP o'yinchilardan Zentan. Xolos qolgani bitta ekan. Sportviy smak. Not bo'lmoqda. Hisobida bitta kill. Sezada bitta kill. Jami, ko'rchi sport hisobida ikkita kill. 13 ta jami. Va ular tarkibida 40 ta o'yinchi. Hozirda jamoaviy harakat bo'lyapti jamoalarimizdan. Kamida 3 ta o'yinchidan-da hisoblansa. Har bitta jamoaga to'g'ri kelyapti. Hop. AMG. Igla. Zemoni tim. Mana. Almaham o'yin. Tempda. Ya'ni zemoni tim. Stalker. Blood. Razik. Stalker. Zemoni tim hisobida jami 9 ta kill. Güzel. Вот фулит сюда. Ой, qanday stalker. 1 2 Eagle jamoasi. Top 12 natija va ular lobbiga jo'natilmoqda. Zamona temushlar tomonidan. Nechta 11 ta kilo. 11 ta jamoa. Fox. MG jamoasi ham lobbiga jo'natilmoqda. Top 11. BPG mushlar.
This gaming'da bitta fight fox ona shunga chirolyapti. Esport slide drop. Халилов. Mashina ovozini chiqarayotgan Foxy jamoadoshlar tomon yetib keldi. 3 kill. Guruh degan o'yinchimiz jamoadoshlarga yordam bera olmaydi. Zemona Team va Esport o'rtasida qonli jang yuz bermoqda. Everest o'yinga kirgan. Smoke Everest 69 o'rniga bularni Zemona Team o'yinchilar tomonidan minusga uchratilmoqda. 15 ta killga yetkazib olishda killlar hisobini. Zemona Team. Tamam, ikkita o'yinchi. Bro, hop, slide. Hakuna Matata do'stlar. Переводимо Simon. It o'yinchilar Simon tirik xolos. Slaydon ikkita o'yinchi. Dijkstra va Lisa. Nazik blok. Sampai family o'tsa. Bo'lmoqda slide Pubg. Slide'dan eng oxirgi o'yinchi. Jamoadosini turg'iza oladimi? O'ylaysan. Dijkstradan. Hop. Bak bu nasıl Simon? Что там? Че сидишь? Дарк. Осталось 5 команда, это состоит 14 игрок. За мой тем Фокс. Фикс Дарк. Слай. 2 игрока осталось. Ну, видим. Трек. Команда. Ну, чивера. So, boy, box device, Pubg.
Yana. Jack. Fox Vienna. Void. Повесить ничего. Да. Fox oyunchilari. Oy, zemonatim. Stalker nok bo'lmoqda. Vienna tomonidan. Fox oyunchisi yaxshi. Tutib oldi-da. To'g'ri. VPG. Voiddan yana 0. Void. Yana tashladim. Hop. Fox oyunchilari. Sha. Pozitsiyada turibdi. No, lekin ichkariga kirishi kerak. Stalker. Turg'oladimi Stalkerni? Zemonatim. Maydonda full. Lekin kamayish mumkin. Kamaygani yo'q. Zemonatim o'ziga kelib oldi. Eng oxirgi jarayon Fox, VPG va Zemonatim o'yinchilarini ko'rmoqdamiz. Ikkita to'rtta. Hop. Bitta o'yinchi ayrildi. Zon tashqarisida jon berdi. Void. Xato. Yurish bo'ldi Voiddan. Zemonatim. VPG. Kroza. Osib bormoqda. Hop, bir emas, ikkita minus. Kroza hisobiga. Kamida top 2 ni naq qilib oldi. G'alabaga intilish ko'rinyapti Zemonatim o'yinchilaridan. VPG. O, Azik tomonidan. Yaxshi. Kanata. Foxdancha. Yo'q. Foxni bitta o'zi. Hech narsa qila olmadi. Afsus, VPG o'yinchisi edi. Hop. Zemonatim, Stalker, Groza, Blood, Azik. Zemonatim o'yinchilari 25 dakika hisob bilan g'alabani qo'lga kiritishmoqda. Bu qanday bomba natija? Stalker, Groza, Blood, Azik. Zemonatim, T. 25 dakika to'pni. Hop. Ikkinchi o'rinda VPG. VPG. 6 dakika. Hop, 3-o'rinda Fox jamoasi 4 dakika top 3. Ra 0 kill top 4 natija. Slay jamoasi 2 dakika top 5. Bar qo'lga bir o'xshash ekan. 1 dakika top 6. VDP 0 kill top 7. Qo'ratis. Kan 2 dakika top 8. O'zix Gaming 2 dakika top 9. Hop. B jamoasi 1 dakika top 10. MG 5 dakika top 11, Igor 3 dakika top 12, ST 0 dakika top 13, Zevilution jamoasi o'yinchilari 0 dakika top 14, ADV 2 dakika top 15 natija, VCT 0 dakika top 16, Emerji Zemonatim o'yinchilari 25 dakika hisob bilan g'alabani qo'lga kiritmoqda. Pablo eng ko'p kill qolgan o'yinchi, Slide Liza eng yaxshi o'yinchi, Azik eng oxirgi killni qilib jamoasiga kerakli va shiddatli hisobiga g'alabani qo'lga kiritib ketishmoqda Zemonatim. Azik. Wow, qo'yib qolish kerak. Ko'ramiz keyingi o'yinni natijasini kutib qolamiz. Nechun bo'ladi? Miramar eng oxirgi o'yin. Bunga o'yinlar jarayonida yoqyapti.
Keyingi match boshlanishida ekran yana ochiladi yigitlar. Hozirda introni kutib o'tirishingiz mumkin.
Так. Sizlar bilan yana uchrashib turgan xursandman. Bu oxirgi o'yin. O'z ligada. Qanday tashladi? Хорошо. Zero device. Soldier boy. Box. Device. Yaxshigina opti bor o'yincha. Device. Zero. Boy. Box. VPG o'yinchisi. Zamona tem o'yinchilar. Stalker boshligida Evoga qarshi. Ya'ni ular hisobida bitta-bittadan g'alaba bor. Ko'ramiz. Владик. Сталкер. Раза. Azar hadi boys. Hop. Yaxshigina nok. Zamona tem. Stalker. Hop. Mana javob. Adab jamoasidan. Bu kim? Evo. ADV va Zamona tem o'zlari. Bitta joyda chiqib qolishgan. Evo. Merciless. Bo'lyapti muzorchik. Merciless qancha bo'ladi? Hop. Boa. Oi. Yaxshi. Yaxshi. Молод. Так, tomondan sotilgan. Boyinchisi. Muzarchik. Mana qarshilik Evo va Afix o'yinchilari. Eagle.
4-5 telefon bo'ladi. Tamam. Ya. Da. Güzel. Давайте. VCT jamoasi. Bu tomonda Nika. Hop. Pichi. Uchira. Buna qarsak. VCT lobbiga jo'natildi. VPG, ya'ni har bir o'yinchisida bittada kill. Dan taqsimlangan jami 4 ta kill. Va kartamizda 8 ta jamoa va ular tarkibidagi 29 ta o'yinchi harakat qilmoqda. Volet. Edelbar. Sly. SD. VDP. Dotsent. Hop, yumuşak. Uzuk gaming'ni qolgan jamoadoshlari bu tomondan minus del surna Chaplos Eagles tomon. Aylanma yo'lni ma'qul ko'rishmoqda. Slide jamoasi ham yaxshi pozitsiyada to'shga juda yaxshi-da pozitsiya. Endi bu tomonda VPG. VDP is there. Fly. Fox. Iya, VDP. Hozir vahshiyona o'yinlar kuzatamiz, bizlar. Shunga yo'naltirilmoqda. VDP bitta nok qabul qilib olgan. Eagle o'yinchilardan
Да. Merciless. Hop, jamoadosini turg'izishga ulgurgan. Merciless. Bu tomonda Afix Dark. Evil jamoasi o'yinchisi. Hop. S-10. VDP. Melish. S-10. Yaxshi harakat qildi esa. O'zimcha raqamli jamoa. Bu tomonda Merciless. Merciless bitta o'zi qolgan. Jamoasi uchun yashash kerak bo'lyapti hozir. Sana. Merciless. Mana u ham. Merciless. VP. Oyinchisi. Sakkiz natija qaytibdi. Men VGD bilan Pubg bilan VDPni adashtirgan ekanman. Hozirgina ikki tomondan yaxshigina ko'rishingiz mumkin edi. Bizlar adashib qoldik. Bu tomonda P jamoasi Sly. District West. Yes, there. İşte cevap. Ama altıda oynayacak. Miles. Hop. O'zbek gaming adam ko'raylik. To'xtovsiz turnirga qatnashadigan jamoalarimiz. O'zbek gaming. Espanaya. Zentan. Kesan Knock. Вот туда. PDP dialog бар. Jamoada turishmoqda. Musofir. Abo. Musofirmi? Да, musofir. Musofir. Молодец. P va Sly. Narsaga tomonda VDP. Boshqa o'zi gaming yaponcha raqamli jamoa. Sly.
Robe. Текстом. Саранча. Чисто. Slay oyuncuları karşı. Zona tashqarisida lekin. Panda. Jamoadashini zonaga chorlamoqda. Bu tomonda 17 va 16 raqamli jamoalar qarshiligi. Hop, bu tomonda kuzatdi. Panda orqaga qara. Mana endi ko'rdi. Sarancha. Oy, knock. Bu tomonda Slay. Yordam ber. Dijkstra. Qaytdi. Bu tomonda Lisa. Hop, knock. Minus. 6 raqamli jamoa lobbiga jo'natildi. Slay jamoasi tomonidan. Tak, 12 raqamli jamoa. VTP, вот их схеме. Melosh. Üstüne. Slay. Ruby. Beshta jamoa, lekin BDP o'yinchisi yaqiniga yetib keldi. Slay o'yinchisi. Lekin orqali Slay Dijkstra jamoadoshlarini yo'lini ochib berdi. Sal bo'lsa ham, lekin PPG, SD hammasi Slay tomonidan otishmoqda. PPG ni ko'rdik, Slayni ko'rdik, SD ni ko'rdik. PPG ham yaxshi yetib keldi. Aynan zona markazini PPG jamoasi o'yinchilari egallashmoqda. Fox, SD, PPG, Slay. Aynan to'plar kimniki ekanligini aniqlashadi. Slay jamoasida jami 2 ta. Pas. Yetib keldi. Hop, SD. Qanday granatalar oqimi VPG tomonidan SD tomonga. Relax degan o'yinchimiz nok bo'lib qo'ygan SD tomonda. Yanacha. Price. Joyboy. Kinjas. Box.
Fox. Chira. Faster. PG, PG. Yes, sir. Slide. PG, yes, sir. For Fox. Qiziqarli. Bu ustunlik kim tomonda ekanini ham aytish juda qiyin. Fox nol ekan. Asli ham yetib kelishgan Fox. Slide bilan PPG faqat ikkita o'yinchida yetib kelishgan. Nol ekan. Har qanday vaziyatda holat o'zgarib ketishi mumkin. Fox tomonidan SD o'yinchilarga zarba yoshirilmoqda. Slide. White. Master. Hop. Сюда. Дурака. Fox White. PPG bitti o zaman. Device. No, lekin hech narsa qila olmadi. Ko'pchilik masalani hal qilib ketishmoqda. Fox. Full haliyam jon saqlashmoqda. Sly haliyam tirik ikkita bo'lsa ham. Yesdi. Qilib ketdi. Ko'pchiligi 4 ga 2 Sly. Fox. Fox qanday granata. Ketma-ketlik. Sly qaysi birini otadi? Knock. Ma. Bosim kerak bo'lsa Fox tomonidan g'alaba. Qo'yga kiritishmoqda. Nima qilsalar ham haqlisizlar. Fox, Obsidian, White, Hugo, Khan, Viana. 5 ta kill. Top 1. Sly. 8 ta kill. Sly jamoasi. Hop, VPG, top 3 natija. 6 ta kill. Top 4da SD jamoasi. 5 ta kill hisoblanadi. VDP 2 ta kill top 5. UZX Gaming 0 kill top 6. Fire jamoasi 0 kill top 7. Eagle 3 ta kill top 8. VCT jamoasi 0 kill top 9. Eva 9 ta kill top 10. Zamoni Team 4 ta kill top 11. ADV 1 ta kill top 12. 7, 1 ta kill top 13. Fox 5 ta kill top 1 natija qayd etishmoqda. Boshqacha bo'ldi-da oxirgi match. Jamoalarimizga qoyil qolish kerak. O'yin umuman bugun boshqacha bo'ldi. Jamoaviy o'yinlar ketma-ketligi o'yin tempining juda yuqoriligi bilan ajralib turdi. Har kunlik o'yinlardan tashqari. Masalan, jamoalar 13 ta jamoa qatnashdi deb aytsam juda qiyin bo'lib qoldi. O'yin tempidan 4-Miramor matchigacha ushlab berdi. Rahmat aytish kerak. Chiroyli. Hammasi kuchlari teng bo'lgan jamoalar to'xtash kelishgan edi. Bu guruhga ikkinchi kun o'yinlari Esport turnirining 10-mavsum o'yinlari edi. Hozirda Evo Muzavchik eng ko'p kill olgan o'yinchi, eski o'yinchi Sarraj eng yaxshi o'yinchi, Fox White eng oxirgi killni olib jamoadoshiga g'alabani taqdim etmoqda. Va shuning bilan bugun sizlar bilan xayrlashamiz. Barchaga rahmat, qo'llab-quvvatlayotgan jamoalarimizga.